Hürmetli vatandaş, biz başlayıp bu kadar alaydı bir ahval. 6. ayının 5. günü mesela, 6. ayının 4. günü, avval değil, 4. günü, bugün çizsa netivite, bugün çizsa, bugün 2025 yıl, 6. ayının 9. günü, ende 2. leksiyimizde başlayımız. Anda ters bile sözlerle vatandaş. 6. ayının 4. günü bizlere sözlük Belarusya prezidenti Lukashenko Beijing'e gidip geldi. Belki Vladimir Putin, Rusya prezidenti Vladimir Putin'in elçisi bulup gidip geldi. Biz o doğruda sizlere gidip balgan edik. 6. ayının 5. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Donald Trump, Cumhurbaşkanı'nın reisi. Hazırlandı bu reis ikisini ertesi gün elinip gidiyordu bu adam. Xi Jinping ile telefonda sözleşti vatandaş. Telefonda sözleşkendiği keyin tertip qarab turma 6. ayının 6. günü. Çünkü Kompartiyası allaqachon yo'q bo'lib ketgan va yoki 30 yillarcha yo'q bo'lib ketgan Tibetning ikkinchi qo'l rahbari Banchen Erdani. Yani 6 yoshga kirganda yo'q bo'lib ketgan Banchen Erdani'ni Chun Yizay, Jonanxayning Chun Yizay bo'lagiga elib kelib ko'rishdi. Shu bo'lakda ham Belarusya prezidenti Lukashenko ham Banchen Erdani Tibetning ikki mehmon, biri davlat sirtidan kelgan mehmon, biri hozircha davlat ichidagi mehmon, ikki mehmonni bir xil ko'rinishga ega bir zal. Yani söhbət sarıyla söhbətləşdi vatandaşı. Şunun münasibətlik aldı yetib gələn ikinci maqalının mavzusu munda vatandaşım. Amerika Qoşmuş Ştatları prezidenti Donald Trump Tibet kartını oynashga başladı. Xi Jinping Banchen Erdani bilan ko'rishib javob qaytardi. Mavzula xabar 6. ayının 8. günü Birleşmiş Gazetede ilan qilindi xabar. Anda başlandı. Bütün materyalni anlayışsa avvalcıma vatandaş. İkinci qatim Aqsarayga kirib kelgan prezident Donald Trump hükümeti Tibet kartını oynashga başladı. Bundan 30 yıl burun g'oyib bo'lib ketgan Banchen Erdani, yani 11. Banchen Erdani Beijing'den derhal koyup berishini talab qildi. Cumhurbaşkanı reis Xi Jinping oradan 10 yıl o'tganda Banchen Erdani'nin javoban ziyoratini qabul qilib, Cumhurbaşkanı hukumati e'tirof qilgan bu Banchen Erdani'nin vatanning birligini qo'g'dishini, millatlar ittifoqligini qo'g'dishini talab qildi. Devam hürmetli vatandaş. Ziyaret kılıngan alimlar mundaq ko'rsatdi. Masalan, shunga munosabatlik Cumhurbaşkanı ishki qismida muxbirlar tarafida yoki boshqa sabablar bilan ziyaret kılıngan alimlar mundaq ko'rsatdi. Ziyaret kılıngan alimlar Tibet Avtonom rayoni bu yıl 9. ayda Tibet Avtonom rayoni qurilganligining 60 yilligini xotirlaydi. Amerika hükümeti növbətdə Banchen Erdani orqali Cumhurbaşkanı cheklamoqchi bo'lyapti. Cumhurbaşkanı Kompartiya yuqori qatlama Banchen Erdaniga javoban ziyoratini yuqori salohiyatda qabul qilib, Cumhurbaşkanı Kompartiya yuqori qatlama atalmaga qarang, Banchen Erdanining javoban ziyoratini yuqori salohiyatda qabul qilib, meseleye e'tibor berganligini gavdalantirdi. Demek telefonda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Banchen Erdani'nin ismini ve bunun qayerdaligini so'rashdi qildi. Yana boshqa sabablar to'la buning ichida. Onun xabarimiz yo'q vatandaş. Shundan keyin aldirab tinib Xi Jinping Banchen Erdani'ni Jonanxayda qabul qildi.
yuqori salopati qabul qilib, masalaga e'tibor berganligini gavdlantirdi. Shundaqla sezgör bir vaqtda G'arb dunyosining sezgör masala Tibet kartini o'ynab chiqqanligiga yüksek hushyorligini oshirdi. Bu Jungo taraf turib so'zlayotgan kishilar, bu Jungoluk kishilar. Yüksek hushyorligini oshirdi. Jungoning aloqador agentlari Xinhua munda xabar qildi. Xi Jinping o'tgan hafta, ya'ni o'tgan juma kuni 6 ayning 6 kuni Beijing Junayxayda 35 yoshli Banchen Erdanining javoban ziyoratini qabul qilib ko'rishdi. Ko'rishishga Jungo mamlakatlik siyosiy kengashning raisi Wang Huning, Markaziy komitet ishxonasining mudiri Saychi, ya'ni 2 nafar siyosiy biro a'zosi hamroh bo'ldi. Siyosiy biro a'zosi Markaziy birlik saf bo'limining boshlig'i Li Ganji. Bu faoliyatga ellar qatnashdi. Xi Jinping unda ko'rsatdi. Banchen Erdanining Tibet Lamaning va taraflik an'anaga voris qilib, ya'ni Tibet Lama dinining vatanparvarlik an'anasiga voris qilib, xizmati aktiv va faol bo'lib, mustahkam Junhua millatlari o'rtaq gavdasi engini yetildirib, dinni xitoychilashtirishni sistemalik ilgari surib, Tibetning zamonaviylashish qurilishida aktiv rol o'ynashini umid qilaman. Xitoylar buni tavhua deydi. Tavhua degani bizning Uyg'ur tilida yodlab olgan gaplar deydi. Xinhua uchun ham shundaq dogma, Xi Jinping uchun ham shundaq dogma, bizning nazarimizda ham shundaq yodlab olgan gaplar yuqoriga qanday bo'lishidan qat'iy nazar, qisqasi Xi Jinping darhol telefon suhbatidan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning so'ziga amal qilib, telefondan keyin Banchen Erdani qabul qildi. Mana bu tarafda siz bilan bizga real tarafdor vatandosh. Umid qilaman Xinhua Banchen Erdanining so'zlaridan naql keltirib, bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasining rahbarligini qat'iy qo'g'daymiz. Diqqatli vatandosh. Vatanning birligini, millatlar ittifoqligini qat'iy qo'g'daymiz. Bu Tibetlar uchun, Uyg'urlar uchun majburiy ta'minlangan so'zlar. Tibetlar cho'qim majburiy shundaq deyish kerak. Uyg'urlarmi navbatda Tuniyasmi cho'qim shundaq deyish kerak o'tadi. Vatanning birligini, millatlar ittifoqligini qat'iy qo'g'daymiz. Millatlar ittifoqini taraqqiy qildirishga va'da beramiz. Dinni xitoychilashtirishni sistemalik yo'lga qo'yib, Tibetning zamonaviylashish qurilishiga hassa qo'shamiz. Dalai Lama 14. Bu yil 7 ayning 8 kunida 90 yoshga kirdi. Shu kuni Dalai Lama o'zi belgilaydigan varisning tafsilotini, tarjimal xarakterlik tafsilotini e'lon qildi. Yodimizmi, oldimizda 7 ayning 9 kuni yoki 10 kuni 9 7 ayning 8 kuni Dalai Lama 90 yoshga kirdi. O'ziga varis bo'ladigan kishini e'lon qildi, ta'rifini tarjimalni e'lon qildi. Bu kishi hozir talash tortishda qayerda Tibetdagi kishimi yoki chet ellarda yashayotgan Tibetlarning birisimi, hozir gapcha Amerikada yashayotgan Tibetlardan birisini Dalai Lama o'ziga varis qilib tayinlaydi. Dalai Lama 1995-yili Rinpoche Banchen Lamani, ya'ni Banchen Erdani'ni, Banchen Erdani 11-ni
itiraf qilgan edi. 1995-yili Dalai Lama o'zi itiraf qilgan edi. Shu chaqda Panchen Lama 6 yoshli bola edi. Panchen Lama Dalai Lama tarafdan itiraf qilingandan keyin Jungo doiralari elib ketib, ovozsiz, sadosiz g'oyib bo'lgan edi. Demak, 95-yili g'oyib bo'lgan Panchenerdan. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat shtakati Marco Rubio o'tgan oyda g'oyib bo'lib ketgan Panchen Lamaning 30 yilida bayonot e'lon qilib, Rinpoche, ya'ni Panchen Lamani Dalai Lama 14-chi Tibet Budda dinining doisi deb to'nagan edi. Va Jungo doiralarining Rinpoche yoki Panchen Erdani yoki Panchen Lamani darhol qo'yib berishiga haydakchilik qilgan edi Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar katibi Marco Rubio. Hamda onunla dini e'tiqod ziyonkashlik qilishni to'xtatishni talab qilgan edi. Panchen Erdani'ni dini e'tiqod masalasi bo'yicha majburlash, dini e'tiqod masalasi bo'yicha siyosiylashtirish, dini e'tiqod majlisi bo'yicha majburiy dinni xitoychalashtirishdan iborat bunday bisimlar bilan ziyonkashlik qilishni to'xtat Jungo degan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Marco Rubio. Beijing Span Universiteti Hukumat boshqaruv tadqiqot institutining tadqiqotchisi Tang Rinpo Birlashma gazeti muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Dalai Lamaning Tibet xalqi orasida ta'siri zo'r. Dalai Lamaning yeshi cho'ng'ib qoldi. Varis tanlashmoq qiziq nuqtaga aylandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Panchen Lama masalasi bo'yicha Jungoni cheklaydi. Mana kim da'vatida tadqiqotchi Tang Rinpo da'vatida. Tang Rinpo tahlil qilib mundoq ko'rsatdi. Tibet meselesi sezgör meseledir. Jungo'ning g'arbi janub rayonining bexatarligi, muqimligiga munosabatlik. Jungo'ning yuqori darajalik amaldori o'tgan hafta Dalai Lama bilan ko'rishdi. Bu ko'rishish Amerika hukumatiga bergan javob deb qaraldi. 6-oyning 6-kuni ko'rishdigi bu ko'rishish Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga bergan javob bir nuqtali javobda nemishqa? Prezident Donald Trump 5-kun telefonda so'zlashganda Xi Jinpingga so'rash qildi-ku, Panchen Lama dedi. Panchen Lamani qo'yib berishing kerak. Panchen Lamani ozod qilishing kerak. Mazmun taxminan shunday so'zlashdi endi, shunday vatandosh. Ana to'liq xabarimiz bo'lmasmi shunday so'zlashdi. Shuningga nisbatan hozir Xi Jinping shu kuni kechiktirmaydi. 5-kuni telefon, 6-kuni Panchen bilan ko'rishdi. Javoban ko'rishdi. Ko'rishganning bizi Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Trumpga bergan javobda vatandosh. Javob deb qaraldi. U yana bunday ko'rsatdi. Tang Rinpo Beijing navbatda diniy e'tiqodni xitoychalashtirishni ilgari surish orqali G'arb dunyosining Tibet masalasida Jungo'ga besim ishlatishiga taqobil turishni umid qiladi. Bundan 5 yil ilgari birinchi navbatlik prezident Donald Trump hukumati davlat ishlar kotibi sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 2020-yil 5-oyda bayonot e'lon qilib, Beijing hukumatining Rinpoche, ya'ni Panchen Lamaning izlaridan xabar berishini talab qilgan edi. Shu vaqtda Jungo Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian oshkorlab Rinpoche, ya'ni Panchen Lama azar haqsiz muorib tarbiyasi ilyotidi.
allaqachon o'qish bitirdi. Hozir xizmat ishlayotdi. Bayonotchi javoban, kechiringlar, bayonotchi Javlijan ta'kidlab mundaq degan edi. Mayli Rinpoche yana Banchen Lama yoki odatdagi oilalar bo'lsin, hozirgi normal hayot bilan parokanda bo'lishini xohlamaydi. Amerika ogohlantirish bermanki, Tibet mavzusi orqali Jungoning ichki ishlariga aralashmaslik kerak. Jungoning bayonotchisi shu vaqtda Javlijan shundoq debdi: Tibet xalqining hayoti normal hayot, parokanda qilishni xohlamaydi. Banchen Lamaning hayoti xotirjam hayot, parokanda qilishni xohlamaydi. G'oyib bo'libdi, 30 yil nazarband qilinibdi. Banchen Lama buning hayoti parokanda qilishni xohlamaydigan normal hayotmi? Vatandosh, Tibetga hukmronlik qilg'ili hozir 70 yil. Uyg'urga hukmronlik qilg'ili hozir 75 yil bo'ldi deydi. Mush hayot mayli Uyg'urning hayoti, mayli Tibetlarning hayoti normal hayotmi? Junguliq sapsatini qaysi darsa ko'tarib so'zlaydi ekan? Diqqat qiling vatandoshlar. Demak, bu yerda normal hayot mavjud emas. Shuni Javlijanning bu so'zining ma'nosi sapsati bilan mazmunlangan, xarakterlangan sapsati. Bema'nilikda ketirilgan. Jungoning ichki ishlariga Amerika aralashmasligi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlari vakillar umigining a'zolari o'tgan yili 6-oyning 18-kuni Hindistonga borib, Dharamsalada Dalay Lama bilan ko'rishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisining vakillar umigi. Shu kuni Xi Jinping Qinghai o'lkasi, Qinghai Tibet Budda dini 1000 yillik tarixiga Go'shani ziyorat qilib, Rinpoche ana Banchen Lama bilan chunqur munosabatlik Hongji butxonasida tekshirish elib borgan edi. Anladingizmi? Amerika Qo'shma Shtatlari davlat majlisining Dharamsalani ziyorat qilish vakillar umigi Dharamsaladagi Tibet doisi Dalay Lama bilan ko'rishgan shu kunlarda Xi Jinping Qinghai o'lkasiga berib, shu Dalay Lama yoki Banchen Lamaga munosabatlik nima butxona Hongji butxonasida tekshirish elib borgan edi. Tegma-teg kelyapti vatandosh. Diniy faoliyat so'rinlarini boshqarishni kuchaytirish to'g'risida ko'rsatma bergan edi. Jungo markaziy hukumati 1951-yilda 5-oyda Beijingda Tibet bilan, ya'ni Tibet yerlik hukumati bilan 17 moddalik kelishim imzolagandan keyin shu chog'da Jungo Kompartiyasi G'arbiy Shimol byurosining sekretari bo'lib turgan Xi Jinpingning dadasi shu yil 12-oyda Qinghai Shinan shahriga berib, Hongji butxonasini ko'zdan kechirgan. Tibetga boradigan Dalay Lama 10-yini, balki bugungi Dalay Lama 10-yini Tibetga uzatib qo'ygan edi. Bugungi Dalay Lama Tibet ruhoniy daisi Dalay Lama 14-deyiladi. Bu Xi Jinping shu vaqtida 51-yili va qanchinchili debdi? 51-yili. Uzatib qo'ygan Tibetning daisi yoki ruhoniy daisi 10-ekanda, hozirgisi 14-kelib o'tadi. Tadqiqotchi Tangrenvo baholab, bu ishlarni baholab mundaq dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tibet kartini yana o'ynaydigan bo'lsa, Beijing xalqaro jamiyati ba'zi ovorchilik yo'lligida Xitoychi pozitsiya, Xitoychi fikr. Vaqt to'shdi desili bo'ladi. Ashun demay. Agib turib so'z qilyapti. Amerika Qo'shma Shtatlari Tibet kartini yana o'ynaydigan bo'lsa, Beijing xalqaro jamiyatda
bazı avarçılık kalıdı. Lekin Cungu'da alakadar tarafla növbette takabül turu yollarını tüzüp buldu. Umuman alganda avarçılık anca zor emas. En ahırkı cümleki dikkat kılan vatandaş. Lekin Cungu'da alakadar tarafla növbette takabül turu yollarını tüzüp buldu. Umuman alganda avarçılık anca zor emas. Kileyle kendi vatandaş demek tüzüp buldu. Çünkü Kompartiyası Tibet doğrusu siyasetini tüzüp buldu. Tibet doğrusu orunlaştırışını tüzüp buldu. Tibet Dalai Lama doğrusu orunlaştırışını tüzüp buldu. Hemen neresi tak oldu, teyyar buldu. Endi birliğe Dalai Lama'na kim karşıladı? Tibet halkı karşıladı elbette. Bu yol kaçan içiledi o meselesi. Tanrım bu depti ki hem teyyarlık tamam bol. Anca avar bolup ketmeyimiz depti. Şonan karganda prinsipler köp emas, şart koyduğun şartlar köp emas, demek ahırlaştı. Çünkü Kompartiyası çünkü hükmüral 75 yıl oldu. Tibet Abdünom Rayı'nı kurulalı 60 yıl oldu. Tibet'ten daisi Dalai Lama 1959 yılı 3. ayının 10. gününden başlayıp ta ki hazırgıç top doğru 60 yıl küreş kıldı. Hesapta çünkü Kompartiyası kurulup Tibet'e tecavüz kılıp kirgen günden başlayıp Dalai Lama küreş kıldı. 60 yıl küreş kıldı. Ahırlaştı vakit hoştu vatandaş. Ben bir çağda vatandaşlarım sözlügen bir liksiyem isim tutturuptu. Belki kayta sözlüden vatandaş. Şundak dedim. Amerika Koşmuş Ştatları Dalai Lama'nın çet elde kelişini halamaydı. Amerika Koşmuş Ştatları Dalai Lama'nın çet elde kaytiş buluşunu siliğirak aldım. Cevabını özünüz tasavvur kılıyorum. Dalai Lama'nın çet elde kaytiş buluşunu halamaydı. Amerika Koşmuş Ştatları Dalai Lama'nın muşu halette, muşundak görünüşte, muşundak ruhi boyunca ve 60 yıllık küreş ruhi boyunca Tibet'ni azat kılış, Tibet halkını azat kılış bilen elip bağın küreşlerinin hürmet için Amerika Koşmuş Ştatları Tibet'nin daisi Dalai Lama'nın Tibet'ke lihasaga elip barıdı. Tibet'ke lihasaga Amerika Koşmuş Ştatları Dalai Lama'nı uzutup koyudu. Musafir Tibetliklerini Tibet'ke lihasaga uzutup koyudu. Ben bunun işini diyen idim şu vakta vatandaş bu zaman yetip geldi. Bu vakit yetip geldi. Yani işini ben Amerika Koşmuş Ştatları'na. Bugün Amerika Koşmuş Ştatları'nın prezidenti Donald Trump'a işini ben Dalai Lama'nı çokum Tibet'ke lihasaga uzutup koyudu. Onun kendiden Uygur'un meselesi kilidi. Yetip kilidi. Siz dikkat kılın, bugünkü London sohbeti Tayvan meselesi kızgın çıktı ya vatandaşım. Siz soğuda ve tamoşun bence meselesi bu gelip bardığın sohbet buluş gerek. Bu mu bak? Lekin muşundak sohbeti Tayvan meselesi oturgu çıktı ya vatandaşım. Cumhur'un nime degeniga dikkat kılın ha? 8 şartının hemmisi Amerika Koşmuş Ştatları bekar kıldığın bolsa biz Tayvan meselesi yol koyumuz degen söz çok emas dostum. Uygurum. Bu herkes çok emas. Bu herkes çok emas. Vatandaşım. Demek İslam moşu derecede yetip geldi. Biz Amerika Koşmuş Ştatları işinimiz. Amerika Koşmuş Ştatları nöbetki Prezident Donald Trump hükümeti Dalai Lama'nı çokum lihasaga elip şudu çokum lihasaga uzutup koyudu.